Assalomu alaykum azizlar. Juda ko'p bemorlar o'zi burnini yuvdirib turgan. Ya'ni lorga boradi, lor aytadi, burningizni yuvamiz deydi, ko'kushka qilamiz deydi. Yoki bolalaringizni olib borasiz, shamollaganda burnni yuvish kerak deydi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda shu ko'kushkani zarari bor, yuvdirmanglar degan fikrlar ham eshitib qolyapmiz. Yoki bo'lmasa o'zingizda ham savol tug'ilgan bo'lishi kerak. Har doim lorga borsam burningizni yuvish kerak, burningizni yuvish kerak deyveradi deb savol tug'ilgan bo'lishi tabiiy. Ushbu rolik davomida Freud usulida yuvish o'zi nima usul, maqsad nima va qanday holatda yuviladi, qanday holatda yuvilmaydi. Burun yuvishni o'zi zararlimi? Zararli bo'lsa qanaqa zararlari bor, qanaqa asoratlar kuzatiladi, shu haqida gaplashamiz. Men doktor Butayev, 15 yillik tajribaga ega lor xirurg. 15 mingdan ortiq operatsiyalar amalga oshirganman. Xudo xohlasa, agar sizda ham burundan nafas olish qiyinligi muammosi bo'lsa, xurrak otish muammosi bo'lsa, yoki bo'lsa burningizda shakli o'ziga yoqmasa, rinoplastik qildirmoqchi bo'lsangiz, angina bo'lib joningizga tekkan bo'lsa, oldirib tashlamoqchi bo'lsangiz, yoki tez gamorit joningizga tekkan bo'lsa, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib maslahatimni kelishingiz mumkin. Demak, boshlaymiz. Freud usulida yuvish. Bu nemis vrachi Freud tomonidan o'ylab topilgan. Bunda mexanizm qanaqa? Burun va burun yondosh bo'shliqlari kasallanganda bemorni boshini orqaga qilib, burun ichiga dori solinadi va manfiy bosim bilan tortiladi. Shunda bosimlar farqi hisobiga rastvorlarning bir qismi, ya'ni antiseptiklar burun atrofidagi bo'shliqlarga o'tadi va shu orqali burun yuviladi. Endi bu qanday holatda amalga oshiriladi? Kimlarda amalga oshiriladi? Asosan bu burun yondosh bo'shliqlari kasallangan bemorlarda, ya'ni gamorit bo'lgan bemorlar, itmayidit bo'lgan bemorlarda yoki bo'lmasa sfenoidit va o'tkir, asosan o'tkir sinusitlarda qo'llaniladi. Endi bu jarayonda nima qilinadi? Bemorni chalqanchiq holga yotqirilib, burun ichiga dori qo'yilib, bu yoqdan tortib olinadi. Hozir siz ko'rgan asosiy narsa shu. Chunki har doim lorga borganingizda shuni kuzatasiz. Aslida Freud usulida yuvishni bu yoqda burunni bu tomondan kiritib, bu tomondan tortib olish degani emas. Freud usulida asosan maqsad antiseptik vositalarni burunni yondosh bo'shliqlariga kiritishdan iborat bo'ladi. Bu qachon kuzatiladi? Misol uchun hech burunni yuvdirgan bo'lsangiz, burunni boshida yaxshi yuvdirganingizda uncha og'rimaydi, bir kun kelib yaxshi bo'lavergan sari yuvdirsangiz juda ham kuchli boshingiz og'rib ketadi. Boshingizni ushlab qolishingiz ham mumkin. Mana shu holat asosiy Freud usulida yuvish hisoblanadi. Ya'ni aynan burun yondosh bo'shliqlariga rastvorlar kirgan vaqti shunaqa kuchli og'rib beradi. Buni o'zingiz ham basseynga cho'milganda aylanganingizda burningiz ichi achishib ketadi, boshingiz og'rib. Xuddi shu suv burunning ichidan burun yondosh bo'shliqlariga o'tgan bo'ladi. Xuddi shunaqa Freud usulida dori vositalari shunaqa o'tkazish hisoblanadi. Endi qaysi holatlarda bu yordam beradi? Endi boshlangan burun va burun yondosh bo'shliqlari kasalliklarida, rinosinusitllarda va o'tkir rinosinusitllarda. Bilishingiz uchun aytaman, o'tkir va surunkali rinosinusitllar bor. Mana misol uchun o'tkirda virusli infeksiya bo'ldi, shamolladingiz, burningiz oqa boshladi va burningizda yiringlar ajralmalar kela boshladi, boshingiz og'riy boshladi. Bu birinchi marta kuzatib turibsizda va boshlanganiga 4-5 kun bo'ldi. Umringizda bunaqa bo'lmagan. Mana shu holatlarda yordam berish ehtimoligi bor. Yoki bolangizda o'tkir rinosinusit holatlari, ya'ni bolangiz kichkina, burningiz sariq yashil balg'am oqyapti, o'zi qoqolmaydi, siz ham yuvishga qo'rqasiz yoki burnini tozalay olmaysiz. O'sha holatda yuvdirsalar ham bo'ladi. Endi qaysi holatlarda buni yuvdirgani foydasi yo'q? Misol uchun sizda kuchli burun to'siq qiyshiqligi bor va sizda burun bitadi. Buni yuvdirishgani umuman hojati yo'q. Bu kerak emas narsa. Yoki sizda allergik tumov bor, qo'zib turadi, siz borib burunni yuvdirdingiz. Buni ham unchalik foydasi yo'q. Aynan Freud usulida yuvdirish bunga kerak emas. Mana sizda allergiya bo'lsa, allergiyani Freud usulida yuvdirish umuman hojati yo'q, bu keraksiz usul hisoblanadi. Yoki bo'lmasa sizda polip bor burningizda. Burunni yuvdirgizishda bunga ham umuman foydasi yo'q.
to'g'ri burun yuvdirganda shilliq qavatlar tozalanadi, poliplarda burunni ochuvchi dorilar qo'yilganda polip kichkinalashadi. Lekin bu времени, yana ozroqdan keyin yana bu davom etadi. Buni foydasi yo'q. Ikkinchisi, deb bolalar misol uchun shamollaganda, burni oqqanda borib yuvdirib kelaverish ham bu ham kerak emas. Chunki bolalar virus infeksiya bilan kasallanadi, ya'ni burni shamollashi mumkin. Oddiy tumov bo'lishi mumkin, hali burun yondosh bo'shliqlari o'tmagan oddiy tumov bo'lishi mumkin. Bunday holatda ham borib, lorga borib, uni qiynab, yig'latib burunni yuvish shart emas. Endi yana qaysi holatlarda yuvish shart emas? Burunning ichida o'smalar bo'lsa, yuvish shart emas. Yoki bolangizda adenoid katta 3-4 daraja, umuman yaxshi nafas olmaydi, og'zini ochib o'tadi, xurrak o'tadi. Bu har shamollaganda qiynalib yuraveradi. Buni ham operatsiya qildirmasdan shu yuvdirib o'tkazib yuboraman deb yuvdirish umuman arzimaydi. Buning baribir foydasi yo'q. Nihoyat ham kerak emas. Yana qaysi holatlarda yuvmaydi? Burni tez qonab ketuvchi bemorlarda burun yuvdirish shart emas. Yoki bo'lmasa nevrologik muammosi bor bemorlar. O'zi misol uchun bolangiz asabiylashib yuradigan, har xil muolajadan qo'rqadigan, vrachlardan qo'rqadigan bemor borda, siz uni yana majburlab olib borib, burnini yotqizib, ushlab turib, qo'llarini majburlab yuvdiryapsiz. Bu ham kerak emas, buni bolaning psixikasiga yomon ta'sir qilishi mumkin. Endi keyingi savol, burun yondosh bo'shliqlarini Proyts usulida yuvishda zarari bormi? Yo'q, umuman zarari yo'q deb aytsak ham bo'ladi. Bu faqat foyda hisoblanadi. Agar shu to'g'ri ko'rsatma bo'yicha qilinsa. Endi qaranglar. Misol uchun, Proyts usulida yuvishda aytdim, burun yondosh bo'shliqlarini ga dori moddalarini kiritish hisoblanadi. Lekin prosta burunni sanatsiyasi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni burunni odamzod o'zi burunni yuvib turish kerak bo'ladi suv bilan, lekin yosh bolalar uni yuva olmaydi. Misol uchun burunni shamollab turibdi, sanatsiya qila olmayapti, burunni qoqa olmayapti, burunni ichi to'lib ketgan. Uni lorga olib borib, asos yordamida tortib, bu tomondan yuborib, bu tomondan tortib olib, ya'ni burunni ichini antiseptik bilan bir sanatsiya qilib yuvib olish. Bu ham antibiotik bilan emas, imенно antiseptik bilan yuvib olish yoki oddiy natriy xlor bilan yosh bolalarda natriy xlor bilan yuvish bu umuman zarari yo'q deydi. Agar bemorda nevrologik muammo bo'lmasa, psixologik muammo, psixiatrik muammolar bo'lmasa, nimaga yo'q? Buni umuman zarari yo'q, foydasi bor. Agar sizda vaqtingiz bo'lsa, imkoniyatingiz bo'lsa, bemalol yuvdirishingiz mumkin. Buni umuman zarari yo'q. Lekin har xil ayrim vrachlar bor, har xil dorilar bilan eksperiment qilib, gormonlar qo'shib, antibiotiklar qo'shib, 3-ta, 4ta dorini aralashtirib, burunni yuvgani, menimcha bu slishkim уже buni foydasi bo'ringani bilan zarari ko'proq bo'ladi. Asosan yosh bolalarda natriy xlorni o'zi bilan chayib yuvib qo'ysa bo'ladi. Oddiy antiseptik qo'shib yuvib qo'ysa, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bir xil aytgandek, burni qonab ketadi, psixologik ta'sir qiladi degan savollarga javob. Endi burni qonab ketishi mumkin. Bu hamma muolajada asorat berishi mumkin. Misol uchun, ukol qildirganingizda ham qon chiqadi 1-2 tomchi. Burunning ichi qon bilan juda ham ta'minlangan a'zo. Bemalol bu shamollab turibdi, qon tomirlar ilvirab, shilliq qavat ilvirab turibdi. Buni yuvganingizda ozroqgina burunda qonash kuzatilishi mumkin. Hech qisi yo'q. Bu vaqti o'tib to'xtaydi. Buni muammoli joyi yo'q. Endi o'zi ham o'zidan-o'zi sharillab ko'p qon ketadigan bo'lsa, albatta uni yuvish tavsiya qilinmaydi o'zi. Juda ham qonaydigan bo'lsa, bu birdaniga bu muolaja to'xtatiladi. Quloqqa o'tib ketish muammosi. Quloqga agar burunni yuvsa, infeksiya quloqqa o'tib ketadi. Yo'q, bu ham noto'g'ri gap. Agar to'g'ri yuvilganda bu unaqa bo'lmaydi. O'zi burunni orqasida evstaxiy truba bo'ladi. Burunni shamollaganida ko'pincha adenoidi bor bemorlarda quloqqa o'tib ketish xavfi bo'ladi. Shuning uchun buni yuvilganda bu sanatsiya qilinadi. Ichidagi balg'amlar qayta chiqarib tashlanadi, yuviladi va tozalanadi. Buni quloq o'tmaydi. Lekin ayrimlarda noto'g'ri texnika bilan yuvilganda rastvorlar quloqqa o'tib ketishi mumkin. Bu holatlar kuzatiladi. Lekin bu rastvor steril va antiseptik dorilar bo'lgani uchun buni umuman zarari yo'q. Asosan kukushka, ya'ni burun yondosh bo'shliqlarini Proyts usulida yuvish haqida
aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, buni zarari yo'q, lekin xuddi boshqa muolajalar kabi asoratlari bo'lishi mumkin. Endi ani qachon yuvdirish kerak? Agar bolangizda boshlang'ich shamollash bo'lsa, ya'ni burun yondosh bo'shliqlari, rinosinusит boshlang'ich davri bo'lsa, surunkali bo'lmasa, nevrologik, psixologik muammolar bo'lmasa, bemalol yuvdirsangiz bo'ladi. Agar sizda surunkali gamerit bo'lib turib, uni hadeb yuvdirib yursangiz, u problema. Sizdan o'zingizga e'tibor qiling. Masalan, yil davomida har 3 oy, 4 oyda burunni yuvdiryapsiz. Значит, bu nimadir ne to. Bu noto'g'ri qilyapsiz. 5 yil, 6 yilda bir yuvdirsangiz, u mayli bo'lishi mumkin. Lekin siz har sezonda yuvdiryapsizmi yo har 3-4 oyda yuvdiryapsizmi? Demak, bu muammo. Uni albatta lorga, yaxshi lorga ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, qo'ng'iroq qilib maslahatimni keling. Sog' bo'ling.